Maxtumning ba'zi xislatlari. Yuqoridan o'quvchiga bir daraja anglashilgan bo'lsa kerakki, yaqin 20 yillardan beri Maxtumning kelimi shahar yoki qishloq so'rab turgan bir bekcha bo'lmasada undan quyiroq, har holda shahar madrasasida darsgo'ylik qilib vaqfni o'z qabziga olgan bir mudarrisning tushumidan albatta ko'p. Kelimning shu yo'sin yaxshi bo'lishiga qaramasdan uning tabiatida harchand tirishilsa ham maqtab bo'lmaydirgan xususiyatlar bor. Xasislikka o'xshagan holat, tamagirlik kabi odat, ichqoralik singari harakat va amsoli. Yosh chog'ida otasi o'lib qattiqchilikda o'sdi. Uning ba'zi yarashmagan harakatlari balki o'sha qattiqchilikning ruhga singib qolgan yomon ta'siridir. Har holda bizning bundagi vazifamiz Maxtumni tahlil qilish emas, balki uning shaxsiga xiyonat va bo'hton qilishdan saqlanib, ya'ni orttirmay va kamitmay o'quvchiga butun taqdim eta bilishdir. Oyni etak bilan yashirib bo'lmaydir. Maxtumning xasislikka o'xshash holatlari albatta bor edi. Maxtum topib tutmagan yillarda bu ishni yo'qlikdan qiladir. Desak-da, keyingi vaqtlarda ham shu odatini tark etmagani uchun tabiatida birmuncha xasislik bor ekan deymiz. Ko'ylak ishtonining aksar 7-8 joyidan yamog'i bo'ladir. 7 qishdan beri guppi chopon yangilagani ma'lum emas. Faqat qish kelib ketgan sayin alak guppining yengi o'zgaribgina turadir va astari yil sayin yangidan-yangi yamoqlar bilan boyiydir. Shu guppi butun umrida birgina martaba va shunda ham Maxtumdan beruxsat, ammo Nigor oyimning zo'ri bilan tog'orag'a tushib cho'mildi. Bu kunda bo'lsa 4 yil burungi g'usli, 7 yillik tusi, turlik yamog'i bilan 8-qish Maxtum pochchasiga sodiqona xizmat qilish uchun bog' joma ichida o'ziga kuch yig'ib yotadir. Mahalla kishilari Maxtumning bu choponiga Moltopar deb ism berganlar. Guppi kiyilib chiqilgan kun Maxtumga sezdirmay Moltopar savdodan qaytibdi, hali baquvvat. Ish qilib yamoqqa charchamasang, yana 10 yilingmi mamarayim deb kulishardilar. Qisqasi 5-6 qayta toshlatilib, qo'nji bir qarichga kelgan aybaki maxsi charmi usti-ustiga uyilib, yerdan 3.50 chamasi ko'tarilgan 2 chorak vaznlik kafsh yoshi mahalla kishilarining ko'plariga ma'lum bo'lmagan, harchand ehtiyot qilinsa ham necha joydan topiltirig'i osilgan oqbo'sh salla mahalla kishilarining ermaklaridandir. Bulardan boshqa hayit kunlari va to'ylardagina kiyiladigan banoras to'ni, sovuq qattiqroq bo'lganda ichidan kiyadirgan adras guppisi ham bor. Mahalla kishilari banoras to'nni zarurat deb atagan bo'lsalar ham adras guppiga hali nom qo'yguncha yo'qlar. Chunki buning dunyoga kelganiga faqat 4-5 yilgina bo'lgandir. Kezi kelganda Maxtumning yozliq kiyimlarini ham bir sidra aytib ketaylik. Yo'lliq qizil qalami bo'zdan yaktak, oq bo'zdan jihak yoqali keng ko'ylak, chunki tor bo'lsa yirtiladir, va lozim, ya'ni ishton, hamda sarpoychan kiyishga yengilcha sag'ri kafsh, ammo salla qishin yozin bitta.